Assalomu alaykum. Ismim Botirov Suhrob, 28 yoshman. Toshkent shahrida tug'ilganman. Imanda 3 yildan beri ishlab kelaman. Lavozimim katta investorlar bilan shu muzokaralar olib boraman. Ya'ni investitsiya jalb qilaman. O'zi yoshlikdan shu islom moliyasiga qiziqib boraman. Shu islom moliyasi bo'yicha ya'ni shu qadriyatim bir xil bo'lganiga shunaqa kompaniya qidirib yurganman. Shunga qidirganman, shu internetda ko'rib qolganman. Internetda ko'rib, keyin suhbatga kelib, suhbatdan o'tib ishga kirganman. Men o'zi ancha vaqtdan beri investitsiyalarga qiziqib yuraman. Shunga bu yoqda o'sha 3 yildan beri shu investitsiya kiritib kelaman. Nima uchun bu kompaniyaga ya'ni sarmoya kiritganman? Bu yoqda ya'ni halollik, shaffoflik, keyin jamoani bilaman, kuchli jamoa, ya'ni strategik yo'nalish ancha tushunarli menga. Ya'ni qatga ketayotganini bilaman. Shu sababli shu kompaniyaga o'zim ham investitsiya kiritganman. Meni o'zimga lichni unchalik qiziq emas, bu foydasi prostda. Chunki men o'zim masalan boshqa joyga kiritib kattaroq biznesdan kattaroq foyda olsa bo'ladi-da. Endi bu yoqda ko'proq o'sha foyda qilganim vaqtdan yutganim, ya'ni passiv bo'lganiga. Men vaqtim bo'lmaydi, masalan, недвижка olsangiz yoki uy olsangiz, bu yoqga baribir borib arendodatelь bilan gaplashishingiz kerak. Har xil yugur-yuguri bor. Bu yoqda ko'proq masalan o'zingizni ishingiz bilan yuraverasiz, biznesga vaqtim yo'q. Shunga bu yoqni tanlaganman. Ya'ni passiv daromad, vaqtdan yutaman. Eng asosiysi shu, boshimni ortib o'tirmayman, ya'ni hisob-kitobga yoki pul olishga ko'proq masalan arendaga bersangiz ham shu borib pul olishingiz kerak yoki so'rab yurishingiz kerak. Bu yoqda masalan har oy stabilni chiqadi. Ya'ni u pulni masalan xohlasam ya'ni kapitalizatsiya qilib yuboraman, investitsiya yoki yechosam ham bo'ladi, как oylik daromad qilib. Pensiyatsiya ham bo'ladi. Men foydani hech olmaganman, chunki investitsiya deganda o'sha kapitalizatsiyasi bilan o'zi foydaga chiqish tezroq bo'ladi. Ya'ni shu murakkab foiz ishlaydi, foyda ham foyda olib keladi. Shu menga qiziqroq ko'proq. Ya'ni shunga yechmaganman, o'zi pulimni yechib kiritib yuraman, lekin nimadir kerak bo'lsa yechib yana qaytib kiritaman. U farqi yo'q. Masalan, qancha summa topyapti odam, masalan, oyiga 50 million bo'lishi mumkin yoki 5 million bo'lishi mumkin. Shu investitsiyaning o'z qoidasi bor. Pul kelgandan keyin 20% ni investitsiya qilish kerak. 20% baribir behuda narsalarga ketib qoladi. Buni investitsiya qilmasa ham, masalan, har oy kichkina summa bo'lsa ham, ya'ni koshelok sifatida kiritib borsa, qanchadir muddatda, 1 yil yoki 2 yilda o'sha xohlagan summasiga chiqib olsa bo'ladi. O'zi kichkina summa bo'ladigan bo'lsa agar. Ko'pchilik kichkina summa bilan nima ham qila olaman deydi, lekin masalan, uzoq muddatga o'ylasa, yetsa bo'ladi, shu katta summaga ham chiqsa bo'ladi. Chunki bor shunaqa investorlar shu 3 yil, 4 yildan beri investitsiya kiritadi. Hozir masalan ancha katta pulga o'sha mablag' ancha o'sgan. Men 5 milliondan boshlaganman. Keyin o'rtada o'sha kattaroq summa ham kiritganman, keyin kerak bo'lganda chiqarib ham olganman. Shunaqa qilib yuraman o'zi. Meni maqsadim shu passiv daromad bo'lgan. Endi hammani maqsadi har xil. Kimdir hajga yig'adi, kimdir uyga yig'adi, kimdir mashina olmoqchi bo'ladi. Hamma har xil yo'nalishda yig'adi. Shu asosiysi shu maqsad bilan yig'ish kerak. Bu maqsad ham nima uchun qilingan? Ya'ni pul yig'ayotganda odamga qanaqadir ya'ni barakali yig'iydi, nima uchun yig'ayotganini bilish uchun. O'rtoqlarim, qarindoshlarim, ko'p tanishlarim kiritgan. Bu yerga bilmagan tanishlarim ham kiritgan. Ya'ni kompaniyani o'zini surishtirib, qiziqib kiritganlar bor, faqat ya'ni meni deb emas. Lekin ko'pchilik baribir so'raydi,
yo'nalish so'raydi. Qanaqa kiritib borgan yaxshi, ya'ni oylik daromadni yechib borish kerakmi yoki har xil endi yo'nalish bor buni kiritishi ham. Kimdir katta summada bittada kiritib yuboradi, kimdir katta summasini bo'lib kiritadi. To'g'ri, hozir ancha o'sha yoshi kattalar baribir bunaqa kompaniyalarga, ya'ni investitsion fondlarga ishonch pasayib ketgan. Baribir o'sha uyda yig'adi ko'pincha, даже banklarga ham ishonishmaydi. Lekin hozir ko'rishyapti, masalan, foyda chiqqandan keyin yechib olish imkoniyati borligini, ya'ni pul real kelayotganini, ya'ni real savdodan kelayotganini ko'rib, hozir уже sekin-sekin, ya'ni o'sha kultura o'zgaryapti. Yo'q, men o'zim foydasini, boshqa investorlarning foydasini ko'rib kiritishni boshlaganman. O'zim birinchi kelganimda birinchi kuzatganman, jamoani kuzatganman, ish jarayonini kuzatganman. Ancha hamma narsa shaffof bo'lgandan keyin men kiritib ko'rganman. Boshida minimal summa bilan kiritib boshlaganman, keyin o'zi kattaroq summa kiritganman. Shaffoflik bu yerda ya'ni savdoni ko'rasiz, o'zingiz borib tovar mahsulotni, ya'ni nasiyaga sotib olsangiz bo'ladi, email orqali. Ya'ni tovarni sotib olasiz, sotib olganingizdan keyin o'shanga pul to'lov qilishadi. Buni ko'rib turasiz. Masalan, yo'q narsa emas, qanaqadir aksiyaga yoki tradingga o'xshagan narsa emas-da, havo emas, ya'ni real mulkni sotib olasiz. Shu mulkdan tushayotgan pul chunki bozorda aylanadi, pul yo'q bo'lib ketmaydi. U pul baribir qaytib keladi. Shaffofligi shu, ya'ni ko'rsatkichlar keladigan shu buxgalteriya, ya'ni hisob kitoblarni hammasini o'zim ko'rganman, ko'rib shaffofligini bilganman. Men o'zimizni kompaniyada bo'lib qolgan, baribir o'zi anchadan beri ishlaymiz. Bu yerda xodimlar ham o'zi bitta oiladek bo'lib qolganmiz. Shunga kimdir kompaniyasida qabul qilmayman va o'zimizning kompaniyamizda baribir o'zimni shunaqa his etaman. Endi qadriyatlar hammada har xil. Kimdir shu islom moliyasiga qiziqqan uchun, kimdir moliyani o'ziga qiziqadi, kimdir buxgalteriyaga, kimdir marketingga. Yoshlarda ham moliyaviy savodxonlik oshib boryapti kundan kunga. Shunga bular ham ko'rishyapti. Har xil hozir investitsion fondlar ochilib kelyapti bizda, mana. Endi yetib keldi. Shunga yoshlar ham ko'radi. Qatga yo'naltirish kerak pul. Bizda nima yaxshi? Bizda ko'proq shu sistema qurilgan, yaxshi sistema qurilgan. Keyin IT kompaniyamiz, ya'ni IT kompaniya deyilgandan keyin ilovalar qilingan bu narsaga. Yoshlik qiziq bu narsa. Hozir yangi innovatsion kompaniyalar baribir qiziq o'sib borayotgan. Bizning shu maqsadimiz IPO ga chiqish. Shunga harakat qilib ketyapmiz. Shu o'sib boryapti yildan yilga, chunki qo'yilgan maqsadlarga erishyapmiz. Har yili o'sha yangi maqsadlar qo'yiladi. Chunki o'sha har xil yangi jamoa kelyapti bizga. Pul kiritgan, masalan, ko'pchilikda, masalan, pul kiritganda qayerga borayotganini bilmaydi ko'pchilik odam. Masalan, investorlar pulni kiritib qo'yadi, lekin foyda qayerdan kelayotganini bilmaydi. Bizda masalan kiritgandan keyin hamma narsa ko'rsatib turiladi, ya'ni nima texnika, qaysi do'kondan nima olinganligini hammasi ochiq-oydin ko'rsatib turiladi. Shu ham qanaqadir ishonch beradi. Nima o'zgarishlar bo'ldi? Ancha moliyaviy erkinlikka erishdim. Ko'proq mana foyda ko'rishni boshladim. Ancha, ya'ni o'sha ancha yildan beri kiritayotganim uchun investitsiya foydam ham ancha, daromadim ham oshdi. Oylik daromadim, kunlik daromadim ham. Imandan baraka topdim. Rahmat.